Ko'pchilik bizga keladigan bemorlar ko'rish o'tkirligi yaxshilangandan keyin, ko'zoynak yechilgandan keyin qovoqlarni ikki xilligiga yoki biror bir kipriklarning rangiga yoki pastki qovoqlar, yuqori qovoqlarni har xil bezovta qilishidan shikoyat qilishadi. Hattoki u bizga ham ba'zida bilinmaydi. Qayta-qayta oynaga qarab o'rgangandan keyin shu narsa odamning miyasiga o'rnashib qoladi. Endi shu sababli kichkina ma'lumotlar yig'ib chiqdik. Mashhur bo'lgan va ko'zida shunaqa nosimetrik kosmetik muammosi bor bo'lgan mashhur insonlar. Paris Hilton ko'zlari nosimetrik bo'lganligi uchun juda ham ko'pchilik odamlardan uyalgan, bir qancha kosmetik va plastik operatsiyalarni o'tkazishiga qaramasdan o'tda ikki xillik saqlanib qolgan. Buni fotosuratlarda ham bemalol anglash mumkin. Keyingisi Kate Bosworth, amerikalik aktrisa, fotomodel. Unda heteroxromiya, ya'ni ikkita ko'zini o'zini ikki xil rangidan hammadan ajralib turgan. Bu ham alohida boshqalarga qaraganda ajralib turadi, lekin uni bu mashhur bo'lishdan to'xtatib qolmagan. Marilyn Monroe bu ham ko'zida yengil darajada g'ilaylik yoshligidan bor bo'lgan va rasmlarda haligacha ko'rinib turadi. Keyingisi Selena Gomez, hozirgi yoshlarimiz ham taniydigan aktrisalardan bittasi. Uni ham rasmlarda ko'zida shu g'ilaylikni borligi har doim sezilib turadi va uni mashhur bo'lishiga yoki kino industriyasida o'z o'rnini topishiga alohida qarshilik ko'rsata olmagan. 5-inchisi Kate Moss, u endi hozirgi 40 yosh, 35 yosh, balkim 50 yosh odamlar ham tanisa kerak. 90 va 2000-yillar orasida eng ko'p haq to'lanadigan modellardan biri hisoblangan. Agar sizda ham qanaqadir kosmetologik muammo bo'lsa, u sizni boshlovchi aktrisa yoki bloger yoki boshqa qanaqadir mashhur inson bo'lishingiz uchun xalal bermaydi. Muammoni shunchaki ko'z yumib, o'zingizni tashqi ko'rinishingizni o'zingiz qabul qilsangiz, sizda hech qanaqa o'zingizga nisbatan kompleks bo'lmaydi. Shu videoni qaysidir tomonda o'zidan uyaladigan yoki doimiy kosmetologga yoki plastik xirurgga bormoqchi bo'lib yuradigan do'stingizga yuborsangiz, balki foydasi tegib qolar.